bunda bir şey olgan. Tar padicirashdan kiyilib, chechinib yan bo'g'agan bir o'g'il bola mang'an ekan, o'sma sotadigan qiz bola, "Acha, o'smalamsiz" deb kendin kelgan. Buni anglaydik. Shu bizning ota-onalarimiz depirdi. Bir odam yerga dasisa, yer buning er yoki ayolligini, o'g'il yoki qizligini bilib turdi deydi. Hozir har qancha o'g'illar saklab dasismi balkim ya bilinmasligi mumkin ba'zi o'g'illar. Aslidagi oilalarda, masalan, maxsus otalarning tarbiya beradigan dasturxoni bo'lgan, usturi bo'lgan. Hatto, masalan, biz kichik vaqtimizda shundaqdi. Uyda osh pishsa, dasturxon serilsa, jazman dadamizning o'tirgan o'rni ayrimcha. Osh eng oldi bilan dadamizga keltiriladi. O'g'illarga bo'lsin, otalarning ayrim beradigan tarbiyasi bo'ladi. Mandimatlik yoshlarni ko'rib turyapmiz. Qizlarga yerinib yalvuradigan, yig'laydigan ishlar intayin ko'payib qoldi. Demak, bizningki madaniyat tushunchimizda turmush odatimizni o'zgarayotgan mana shu xil odatlar bizningki erlardagi yigirashni, erlik jangovar jushqunlikning tutilishni, ojizlikni keltirib chiqaryapti deb qaraymiz. Erlar millatning oildagi vakili. Erlarda sog'lom tan, pokiz aql, yuksak aqida bo'lish kerak. Alvatanga yuz kelaydigan, o'zining yurtiga himmat ko'rsatadigan, oilasiga mas'ul erlar orqali haqiqiy erkaklik ruhimiz namoyon bo'ladi. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasi Universal san'at kanali.